o'quvchimiz 5-qatimliqa. Mana 5-qatimliq bir de üst o'tib kuydi. Birinchi turdan boshlab qayta o'qishga to'g'ri keldi. Ammo o'quvchimiz alayda bo'lganligi uchun shu eng oxirgi qatim kelib qolgan yoki 3-4 qatim kelib qolgan bola zirikmay, Tristanning o'tkin bo'lganligini eng oxirgi umidni uzmasdan umid qilaman. Muborak olsun. Mavqimizni degan yolg'iz o'zim elishimiz sabab bo'lib qolsa, mana o'quvchimiz 5-qatimliqa. Mana 5-qatimliq bir de üst o'tib kuydi. Birinchi turdan boshlab qayta o'qishga to'g'ri keldi. Ammo o'quvchimiz alayda bo'lganligi uchun shu eng oxirgi qatim kelib qolgan yoki 3-4 qatim kelib qolgan bola zirikmay, Tristanning o'tkin bo'lganligini eng oxirgi umidni uzmasdan umid qilaman. Shu foydalanib qolsin deb hamma zo'rqon e'tiborimiz. Qolgan mening yurak so'zimdan o'quvchining yurak so'zini tepsi olmasanglar, bundan keyin o'qiyotgan bola zo'r tasallullar qilishi mumkin. Siz bu ma'ni tutib, shu o'zingizning bir 3-urinishda 5-9 kelgan qiyinchilik, o'zingizning qiynalgan yoki o'zingizning voz kechgan ro'ylaringizni bolalar bir tepsizlarsiz boshqalarga qo'yib qolsin. Ma'qul. Ben başdan tartib shunday yaxshi o'rganib, ma'lum shunday yaxshi o'tib qo'yganda, lekin endi yo'lda gay mashin tutayli, gay moto chiqib qilib, gay endi tormoz unutib qilib, endi o'zimning savalligidan qolib qolgan 4 qatim. Ma 5-qatimda o'tib chiqdim. Bir ishqa bekilqa oldiraplam, bel qo'yib etmay, o'zliksiz tirsak, axir cho'qim yaxshi natijaga erisha olganligimizni men his qildim hozir imtihonda o'tib chiqib. Men kammış o'quvchimiz o'tib 5-qatim o'tib endi. Men 3 yilni qo'lim bilan o'qish kuyib ketmagan, men o'quvchini kuyib ketdim. Men shunday ensirgan. 3 yildan burun ancha kuyib ketdim. 3 yilni o'qish kuyib qolgan, men qo'lim tushgan o'quvchilar. Men yo'q rosa ensirgan joyda bu o'quvchimizning tarixi qilib qolsa, esda qo'lxotda 4 qatim imtihon. Ba'da mening qo'limda 3 o'quvchi o'tadimi, o'tamaganmi, hergiz mendan kazni o'tkazib alayda bank bo'lvag'im yo'q, yoki alayda bo'lvag'im yo'q. Emniyat tuzlaymiz. Mening qo'limda dedim-ku, o'tamagan o'quvchilar tirishmagan sharoitda, moslashmagan sharoitda, maqsadimiz moslashmagan emas. Tirishmagan emas, tirishtoq, moslashtoq, lekin hamda sal ozish qobiliyati tuvarakda, ching tutsam ko'tarilmaydi, bo'sh tutsak, o'sha oxir bosqichga kelib qolgach, hamda oxirlashni yana o'tdik, hamda o'zgartirish to'g'ri kelib qoldi, tasavvur o'tmay qolgan bo'lsa, nima kerak? Boshdan o'rgangan nurg'un ham vaqti, nurg'un kuchimiz bekorlik, ya'ni boshdan o'rganib kelsa nurg'un bedatlab ketdi. Shuni o'zgartirib sish kinishga, cho'ng kinishga, bu har qanday normal cho'ng to'chaqa mashinaning ko'pincha ishga olib uchun uni normal idealaydi. Lekin haqiqatan pishqan, haqiqatan hozir qo'yib qo'ysa mashinaga sho'pirlab chiqdi ekan. Bet pishib ketdi. Ham shuningga boshqa hamda har qanday bir o'quvchi deydiganim, mushta bir o'zining sharoitida hamda javlarning azroq ching tutib zalim bo'lmasa, sizning unchalar oson o'rganalaydigan, uncha oson o'tadigan tushuntir hech qanday yer yo'q. Chuqum shuninglik har bir o'tgan o'quvchi shuninglik bedel shuninglik tirishib shuninglik bir issiq sovuq sharoitda bardosh qilib o'tadi. Har bir o'rgangan o'quvchilar shu bir endi biz siz o'tib kelsin degan ekan, endi ba'zi ching tutib qolamiz, ba'zi ching tutmasak o'tolmaydigan chog'dagi biz sizning ahvolingiz siz o'ylashdingiz, biz o'ylaganligimiz uchun ba'zi bir yerda endi sizning mijozingizga sizning imkoniyatga asosan odam o'chirib boryapmiz. Hatta men o'rgatib sal bilan jilab ketgan chog'da mening shogirdim bo'lgan bo'ldim, shogirdim ketgan bo'ldim, shogirdim 3 xil holatda o'rgatib hamda shu oxirgi qatim bo'lsa voz kechmay ham to'lgan puli bizga odatda nech pul to'lgan bo'lsa 5-qatim kelgan chog'da yoki ozroq pul bering, men sizning endi oz chiqib qoldi, pul jalb bo'lmaydi degan yerimiz bormi yo'qmi? Yo'q. Shunda sharoitim egolib oxiri egoldi. Endi mening o'qish pulim sizlar menda o'ylayotgansizlar, qismat deb o'ylab qolgansizlar, emniyat qismat emas. Mushta bola nisbatan haqiqatan azan. Nurg'un yak qilsizlar, azan tizimlar oyoq kelgan chog'da uni ishkashsa birisi o'shib qo'ydilaysizlar, yoki internetda zo'rlaysizlar, o'zingizning chiqimlarni keyinsiz qolsizlar. Shunga shamil to'lgan bo'lgan eng normal, eng vaqt qipratni shu sharoitdan endi siz voz kechmasanlar, men voz kechishdan kechmay oyoq kelgan ibolatini ben o'rgangan bo'lgan internetni Alloh qilsa, inshaalloh shu mesh jarayonida oziq moslashchalik bo'lmasa, telep qattiq bo'lmasa, sizlar o'tmagansiz ta'sir to'xtaydi. Hammamizning maqsad bir bo'lganlik uchun oxir masalasini o'tkazish yoki sizning o'tish. Shunda bog'liq uchun hamda oyoqdagi bir qizning orzuyingiz uchun tan terishyapmiz. O'rgangan bo'lgan Alloh qilsa, shu o'quvchimiz o'xshab 5-qatim kelgan bo'limi tashlasanlar o'zidan o'tib qolmasdan cho'qim keyin birishimiz kerak imtihonda. Cho'qim orliq qo'yib qo'ymasligimiz kerak. To'slangan imtihon berib yaxshiroq o'rganamiz, yaxshiroq bir o'zimizga ketgan xatoligimizni o'zimizga tushungan, texim chinqab o'rganib ba'zak o'tadaymiz. Mesela Qashqadaryolik bo'lgan oldin insonlarimiz davomli o'rganib aloqa qilishinglar. Biz o'quvchimizning mana 5-qatim o'tganini nima deb bilib qolsin uchun men bir savollar qolsin dedim. Bizda o'tirgan bola, ishga o'tirgan oyoq kelib o'tirgan bola bor. Lekin ham boladan keyin ta'sir shart o'xshash bo'lmagan keyin ba'zi xizmat sabablaymiz, ba'zi turmush uy bolasini sabablaymiz. O'xshash bo'lmagan keyin ta'sir o'xshash chiqmaydigan. Shunga chiqqan nurg'un bolalarni avvaldan ko'rib qo'yib, ankizlar normal qilib degan bola bor. Nurg'un bolalar yaxshimi deb qo'ygansizlar. Yaxshi menlarni ko'rasizlar kundan lekin o'rgangan bolalar telefon nomeringni ham shu funksiyalarga yoki ayrimlar yo'llab qo'ysanglar, men aloqalashsam bo'ldi degan ba'ti desanlar. Men sizga yo'llab bermayman. Nomerim 137 79 70 05 bizlarning qassanlar bo'ldi. Ve telefon nomer o'rtaq. Ulardan aloqalashishimiz qattiq muborak olsun sizga. Rahmat.